Salaf solihlar xayrli amallarni xuddi gunoh ishlarni yashirgandek yashirishga targ'ib qilishar edi. Ulardan biri Qur'oni Karimni to'liq yod olgan bo'lsa ham, qo'shnisi buni sezmas edi. Ulardan ba'zilari uyda mehmon borligida uzoq namoz o'qisa ham, mehmonlar buni sezishmas edi. Ular sir saqlashning iloji bo'lgan birorta amalni oshkor qilishmagan. Salaf solihlar davrida odamlar duoga qattiq berilib ketar edilar, lekin yonidagilar uni sezmasdilar. Chunki duo Alloh bilan bandaning o'rtasidagi maxfiy munojotdir. Zaynul Obidin Ali ibn Husayn rahimahulloh badavlat kishi edilar. Lekin odamlar uning infoq, ihson qilganini ko'rishmagan edi. Shuning uchun uni baxil deb ayblashardi. Biroq u kishi vafot etgach, tirikligida Madinadagi 100 ta xonadonni ta'minlab turgani ma'lum bo'ldi. U kishining jasadini yuvishga kirishganda, muhtojlarga oziq-ovqat to'la qop tashiyverganidan mayyitning yelkalari qavirib ketganini ko'rishgan. Madinadagi muhtoj kishilar ularni kim qaramog'iga olganini bilmay yashar edilar. U kishi vafot etgach, ularning ta'minoti uzilib qolgandan keyin ularni Ali ibn Husayn ta'minlab turganini bilishgan. Salaflardan biri bir davrada o'tirganda ko'zi yoshlansa, ko'z yoshini to'xtatishga urinardi. Agar yig'i g'olib kelishdan qo'rqsa, o'rnidan turib ketardi. Agar ko'z yoshini to'xtata olmasa, ro'molchani olib qattiq shamollabman deb qo'yardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yolg'iz holda Allohni eslab, ko'z yosh to'kkan kishini bejiz maqtamaganlar. Salaf solihlar xayrli ishlarni hattoki o'zlari uchun eng yaqin kishisi bo'lgan juft halollardan ham yashirishgan. Misol uchun, Davud ibn Abu Hind erta tongda ishga ketardi. Nonushta uchun ayoli tayyorlab bergan taomni o'zi bilan olib ketardi. Keyin yo'lda mazkur taomni sadaqa qilib yuborardi va o'zi roza tutishni niyat qilardi. Keyin shomda uyiga kelib, iftor vaqtida ovqatlanardi. Ayoli erim bozorda ovqat yedi deb o'ylardi. Bozordagilar esa u kishini uyda ovqatlanadi deb o'ylashardi. Ixlosli kishilar solih amallarni sirlar ochiladigan qiyomat kuni uchun yashirib qo'yishardi. Masalan, tahajjud namozi, xos sadaqalar, Allohdan qo'rqib yig'lash kabi amallar. Ulardan ba'zilari ayoli bilan bir yostiqqa bosh qo'yib yotgan holida Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kardi-yu, lekin buni ayoliga sezdirmas edi. Yana bir kishi jamoat namozini o'qiyotganda ko'z yosh to'ksa ham yonidagi odam uni sezmas edi. Hasson ibn Abu Sinonning ayoli aytadi: "Turmush o'rtog'im meni yosh bolani aldagandek aldar edilar. Meni uxlaganimni sezsalar, o'rinlaridan turib tahajjud namozini o'qir edilar" dedi. Mansur ibn Mu'tamir do'stlariga o'zini juda tetik qilib ko'rsatib, ko'p harakat qilardi. Shu tariqa tunda namoz o'qib bedor bo'lganini sezdirmas edi, amalini yashirardi. Ayyub Sixtiyoniy esa tunda namoz o'qir edi. Subuh vaqti bo'lgach, ovozini balandlatib, zikr aytib, o'zini xuddi hozir turgandek qilib ko'rsatardi. Eshitgan odam uni endi uyqudan turib zikr aytayotgan bo'lsa kerak deb o'ylardi. Salaflarning davrida bir bola kechasi tahajjud o'qiyotgan bir solih kishining xonasiga kirib, yig'lab chiqadi. Odamlar bolaga nima bo'ldi deb hayron bo'lishadi. Keyin bir odam bolaga hech narsa qilmagan, shunchaki ko'rgan kishisiga taqlid qilyapti deydi. Bola och qolmagan ham, uning qorni ham og'rimayapti. Yig'layotgan kishini ko'rib yig'lab yuborgan dedi. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh buyuk taqvodor kishilardan edi. Odamlar u kishi namoz o'qisa biz ham o'qiymiz, roza tutsa biz ham tutamiz deyishar edi. Bir kuni kechasi biz u kishi bilan birga edik. Bir payt shamchiroq o'chib qoldi. Shunda bir sherigimiz
shamchiroqni yoqib kelish uchun ketdi. Qaytib kelib qarasa, Abdulloh ibn Muborakning yuzi ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketgan edi. Chunki u zot qabrdagi zulmatni eslab yig'lagan edi. Shunda biz u kishi bilan bizning o'rtamizdagi farq mana shudir dedik deb aytishgan.